bugungi tashrifimizdan ko'zlangan asosiy maqsad bu deputatlik guruhini faoliyatini jonlantirishga qaratilgan. Bu seminarimiz, ma'ruzamiz ikki qismdan iborat. Deputatlik so'rovi yuborish bilan uni ijrosini doimiy nazorat qilib borishimiz kerak, hurmatli deputatlar. Yaxshi sifatli nazorat tahlil bo'lmaganiga kim aybdor? Viloyat kengashi va o'zingizmi yoki bizmi markaziy kengashmi? Mana shunga menga javob bering. Va ikkinchisi, bir oyda nechta fuqaroni siz qabul qilasiz yoki xonadonga tashrif buyurasiz? Xonadonlarga bo'lsa, bizga mahalla etkinliklarga ishlaymiz. Ularda avvalambor muammoli xonadonlarga kelamiz. Eng avvalo shularni yechimini topish uchun masalan Bursa 32 ta deputatlik so'rovi yuborilgan. Ya'ni bu turmushdagi bo'lmagan.